Salom hammaga. Men Parvoz Lider bugun sizlar bilan shuncha olmos yig'ib, mana bu hozir juda ko'pchilik shu futbolchilarni olmoqda. Men ham mana shu futbolchilardan tushirishga harakat qilaman. 7 ta imkoniyatim bor hisoblab chiqdim. Balki Messi, Ronaldo, De Bruyne, Rodriguez, shu hech bo'lmasa Walker, Guardiola, Perisic bo'lsa ham, navas tushsa ham, qaysi bir tushsa ham roziman. Xolos birortasi tushsa bo'ldi. Hop. Harakat qilamiz. 6-7% ko'rsatilgan. Kutib o'tirmayman. Iltimos kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Keyin yana bitta narsani aytaman. Hozir Vyetnamliklar shunday qilayotgan ekan. Ikkita telefonga bitta akkaunt o'tkazib, barobar bosib, shu futbolchilardan, ya'ni 7 marta bosgan paytingiz 7 ta emas, 14 marta bosgan hisoblanib, 8-marta bosishda 100% bittasini tushish imkoniyati bor deyishyapti. Shuning uchun hozir mana ikkita telefon qo'yib qo'yibman, ya'ni hozir bosganimda yo bu telefonda ishlaydi, yo narigi telefonda bosilgan hisoblanadi. Shunga xolos boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Xudoyim. Ishqi Lionel Messi bo'lsa Cristiano Ronaldo. Xo'sh, bu telefonda ishladi. Kim ekan bu? Portugaliyalik 7-raqam ostida o'ynaydi futbolchi. Nahotki o'sha qora kartasi bo'lsa, o'sha futbolchi bo'lsa-ya, xo'sh, hozir darajalarini ko'rib anaqani aytishimiz mumkin. Xo'sh. Nimaga bironta ham narsa darajasini ko'rsatmayapti? Qani? Cristiano Ronaldo! 2018. Wow, video shunchaki super bo'ldi. Birinchi imkoniyatdayoq Ronaldo.